Assalomu alaykum azizlar. Mana Grijani dorisini. Hozir qayerdan keldingiz aka? Chimyonni. Akam Chimyondan keldi. Bu dorimizni Tojikistonga jo'natyapti. Avval necha kurs jo'natdik? 4 kurs. Avval ham 4 kurs muolaja jo'natganmiz. Natijalar qanday bo'ldi u kishilarda? Zo'r bo'lganidan shuncha kelyapti. Mana yana bir kursga Yana kelgan. o'sha so'rashib olishyapti mana. Aha. Mana natijalar juda zo'r bo'lgan. O'sha mashhur Grijani ajali degan giyohimizdan. Hozir ham mana 4 kurs muolaja jo'natyapmiz. Hozir ham mana 4 kurs muolajalik. Bu necha kishi chiqdi buni? O'tgan safar 3 taga berib yubordi, 3 oy chiqdi. Hozir yana 4 tasi o'rab 4 oyga ketyapti. 4 oyga. Bittasi ikkinchi qaytasiga yetishadi. Ha. Haligi 3 tadan suzib olinganda 4-oyda ham ichadi. Xuddi o'shanday. Bu narsa shundayki, o'sha suzib olingan giyohni yana qaytadan tayyorlab boshqa odam ichish kerak. Aynan birinchisini ichgan odamga ta'sir qilmaydi, ikkinchi qaynatib ichilgani. Boshqa odam ichsa unga foyda qilaveradi. Shunaqa narsa bu. Kim o'sha Grija, osteoxondroz, mana shu kasalliklar bilan qiynalayotgan bo'lsa, bo'yinda bo'ladimi, belda bo'ladimi, uni qizig'i yo'q. Mana shu Grijani ajal degan giyohimizdan olib ichsa, xudo xolisa natija juda zo'r bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani musiqa san'at maktabi ro'parasi. Qo'qon shahrida ham filialimiz bor. Navoiy massiv Oqtepa Lavashti orqasida. Mana shu yerda 29-maktab yo'li Navoiy massivda. To'g'rida mana 6-dom, 6-dom ro'parasidamiz. Ergashota choyxonasi bor. Mana bu yoqdan kelganda Oqtepa Lavash. O'ng tarafimizda Farg'ona yo'li, chap tomonimizda Yangi bozor yo'li. Mana shu yerda mana to'g'ri kirib kelib, mashina mana shu yerga qo'yib ham kelsa bo'laveradi. Bizning nimamiz mana shu yer. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Umurbek tabib deyilsa, YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqilaveradi.